hech tasavvur qilib ko'rganmisiz? Qabrdan maktub kelsa u qanday bo'lardi? Ana shu tasavvurimizni kengaytirish niyatida e'tiboringizga Qabrdan maktub deb nomlangan filmni havola qilamiz. Bu bir o'rnak olish uchungina aytilmoqda xolos. Birortamiz bu holatga tushmasligimiz uchun hayoti dunyoyimizda Alloh va rasulining yo'lini mahkam ushlaylik. Ushbu maktub vafot etgan yigitning onai zoriga qilgan nolasi sifatida yangraydi. Jonim, onajonim, men ko'rdim sizni. Boshimda to'planib, faryodi fig'on bilan ko'z yosh to'kayotgan edingiz. O'sha onda dunyodaligimda hech ko'rmagan, tanimagan borliqlari yonimga keldi. Ularning nomi farishtalar ekan. O'lim farishtasi va boshqa vazifadagi farishtalar ekan. Shu asnoda yana bir narsa bo'ldi-da, menga oxiratda abadiy qoladigan joyim ko'rsatildi. Olovlar bor edi u yerda. Jazo joyi ekan u yer, onajon. Hammasini tushundim. Gunohlarim va xatolarimdan juda qo'rqdim, onajon. Badanimni shunday titroq bosdiki, onajon, sizlarni ham tanimas holga keldim. O'lim farishtasiga qarab, qo'rquvim ortaverdi. Menga u juda haybatli ko'rinishda kelgandi. Juda pushaymon edim dunyolik g'aflatimdan. Shu asnoda Alloh taolo yaxshi amallar qila olishim uchun o'limimni kechiktirishini va dunyoga qaytarib yuborishini juda istadim. Ammo vaqt o'tgan edi. So'raganim qabul qilinmadi, onajon. Albatta, bularning barchasidan siz xabarsiz edingiz, ona. Qanday qiynoqlarga solinganimni his qila olmas edingiz. Qayerdan ham bilar edingiz? Men kabi o'lim farishtasini butun haybati bilan, dahshati bilan ko'ra olmaysiz-ku. Dunyodaligimizda sakaratul maut, ya'ni o'lim masligi deyilar edi-ku. Juda ham alamli emish. U ondagi qiynoqni tushuntirib berish mumkin emas ekan. Buni faqat o'lim farishtasi bilan yuzma-yuz uchrashganlar bila olarlar ekan. Ya'ni buni boshidan o'tkazgan biladi deyshadi. Haqiqatan ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allohim o'lim masligida, o'lim zahmati va qiyinchiligida menga yordam ber deganlarini domlalarimiz ko'p aytishar edi. Xuddi qulog'imning biridan kirib nafsimga hech ta'sir ko'rsatmasdan ikkinchisidan chiqib ketardi. Naqadar to'g'ri ekan. Ey onajonim, o'limning oni qassobning qo'liga tushgan va terisi shilingan qo'y kabi ekan. Iztirobli bir on edi u. Dahshatli manzara ichida, bilasizmi onajon, ruhim badanimdan chiqishni xohlamadi. Parchalarga bo'lindi. Burchak-burchaklarga qochar edi. Ruhim badanimdan chiqmaslikka qancha intilsa, farishtalar shuncha azob berdilar. Shunday qilib, ruhim chiqar-chiqmas qabr azobi boshlangan edi. Nihoyat ruhim badanimni tark qildi-da, jon berish azobidan qutuldim. Uzoq o'yladim. Bunday azobga loyiq nima ish qildim? Faqat keyinroq bu jazoimning sababini tushundim. Bular dunyoda qilgan yomon amallarimning natijasi edi. O'lim farishtasining oldida yana ikki farishta bor edi. Biri rahmat, biri azob farishtasi ekan. O'lgan yaxshi odam bo'lsa, o'lim farishtasi olgan ruhini rahmat farishtasiga, yomon odam bo'lsa, azob malakiga berar ekan. Allohning amri shunday ekan. So'ng o'lim farishtasi ruhimni oldi va azob malakiga taslim etdi. O'sha paytda biroz oldin menga ko'rsatilgan oxiratdagi joyimning naqadar yomon joyligini angladim. Zotan, onajon, ruhim olinadigan paytda ruhimni qush kabi ko'ksimning ustida ko'rdim.
O'sha paytda farishtalarning o'zaro suhbatida hamma narsa ayon bo'lgan edi. U onni va o'sha paytdagi qiyinchiliklarni tushuntirish qiyin, onajon. Farishtalarni ko'rganimda oyoqlarim bir-biriga chalkashganini va ulardan asta-sekin qon qochganini hamda muzlaganini siz payqagandirsiz. Ha, shunday onajon, mening dunyodan olib kelgan yomon amallarim tufayli farishtalar ruhimni badanimdan azob bilan olishga majbur edilar. Bular noziyot farishtalari ekan. Agar amallarim yaxshi bo'lganida edi, ya'ni solih banda bo'lganimda edi, noshtod farishtalar ruhimni olar ekan. Allohning salomini yetkazib, salom senga ey Allohning vali quli. Dar haqiqat senga Alloh salom yubordi der ekanlar. Onajon, g'aflatimning alamini chekdim. Qani edi? O'lim farishtasi kelganida tahoratli bo'lib, bir kishi yonimda Qur'on o'qisa va yaxshi amallarim ko'p bo'lib, bu alamlarga duchor bo'lmasam edi. O'limim ham balki oson bo'larmidi, onajon? Yoxud o'limim tepasida o'tirganlardan biri Allohning sevgan quli, ey o'lim farishtasi, do'stimga rahming kelsin, unga yumshoq muomala qilgin, chunki u mu'minlardandir desa yoki shunga o'xshash gaplar gapirsa edi, balki bu qadar alam chekmasmadim. O'lim farishtasi kelganda uning haybatidan dahshatga tushdim, onajon. Ruhimni olmasidan oldin uni dahshatli shaklda ko'rdim. Koshki ko'zlarim ko'r bo'lsaydi-da, uning qo'rqinchli haybatini ko'rmasaydim. Ammo gap bunda emas ekan, onajon. Ko'r bo'lsam ham baribir ko'rinar ekan. Dunyoda ko'zi ojiz bo'lish yoki bo'lmaslik muhim emas. Har kim o'lim oldida ruhi chiqmasidan oldin uni albatta ko'rar ekan. Bilmayman jononajonim, mening o'limim onida bu alamni chekishimning, yuzimning rangi o'zgarib, zafaron tus olishini, og'zimning ko'pirishini ko'ra oldingizmi? Siz faryod va fig'on ichida shunchalik ko'z yosh to'kar edingizki, mening bu holatimni his qilishingiz imkonsiz edi. Shukrki, bu holat sizga ko'rsatilmadi, onajon. Chunki u holatni ko'rganingizda edi, mening oxiratdagi achinarli holatimni tushunardingiz va juda ham xafa bo'lardingiz. Holbuki, dunyodagi amallarim yaxshi bo'lsa edi, na rangim zafaron bo'lardi, va na xirilloq chiqarardim, va na da og'zim ko'pirardi. Bularning o'rniga peshonamda ter, ko'zlarim yashnab, yuzlarim nurlanib, burun teshiklarim kengayib, yengil nafas olar, ruhimni osonlikcha taslim etardim.